Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Behramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliq cherkitida ovozga ilinib, Beliq to'g'ridan o'qildi. Tushlik tomoq vaqti bo'lish bilan bir pas o'ltir qop degandek besiq bo'lib ketgan oshxona bara-bara pastga tushib, jimib qolgan bo'lsin. Zulay peshtaxti ichida pul sanayotgan onasidan qo'rqib, tomoq raslash bilimidan sirtqa chiqolmadi. Shu chog'da tuyuqsizda g'ayrat qadrdonni jaynakladi. Qadrdonmi pardasi bir tarafga yig'ib etilgan eshikdan oshxona zaliga qaradi. Degandek, tomoq raslash uyidan chiqdimi yoki oshxonaning orqasidan o'yildan keldimi? Ishqilib 18 yoshlardagi bir meyib bola yelili yiqilib tushdigandek putlarning uchi giralashgan holda g'oldus dastiginicha g'alati ovozda go'ngirib oshxona zaliga kirib keldi. Uning qo'llarimi arvon-sarvon harakatlanib, xuddi piyi tortishib qolgan odamdek karishib qolgan edi. Bolaning og'zidan oqqan sho'rgi, burnidan oqqan potlisi enaklardan so'zilib tushib, maydonlarni shilimshiq o'l qilib atgan edi. O'smarxon peshtaxtidan chiqib, uningga yaqin kelib bo'lgacha, bola g'alitil hurkirib, yig'lab nimalarnidir deb ketdi. Meyip bola qo'lining orqasini og'zi burniga sovab, yuzlarini bulg'ib etdi. Birdamdala chiroyi kahri yutib olgandek dahshatlik purishib ketgan O'smarxon oshxona orqasiga qarab qahri bilan baqirdi. Abaq! Hey, abaq to'xta! Ko'tiga piyu potolchusini tiqamasa, yana bormi deydigan hajlak! Bilqut xazinasi. Oshxonaning orqa tarafidan o'riqmi, semizmi emas, o'ttir bo'y, parqirab turgan yumaloq yuzida soqol didori yo'q, o'ri ko'z, bug'doy o'ng, qongsharlik bir odam ushoq dastlab g'iptildab chiqib keldi. Nima deysizlar, O'smar? Bo'ronda qolgan bo'g'mi qapoqdek ovozinglar g'alib chiqib ketdi-ya. Bu belining ostiga so'yqash bo'lmagan azmayli hijiqiz. O'smarxon qo'llarini shirtdi. Mushu balani zanglik qilmasang, doğrumisan? Yegan bir nimalaring teningiz sinmanda sen nakasni? O bir nimani kim doğrapti? Oy! Abaq to'xta qapoqlarini so'zdi. Meni ko'rsila, potlamonqisini eqitib yig'laydi o'tan. Bu galding papli qo'sh. Hey, boz ko'tlash. Men seni bilmayman. Seriq O'smarxon ochiqida holirang bo'lib ketgan edi. Mushu balani ko'rsanglar, qo'llarini maymoq-saymoq qilib, og'zi burunlarini harran-saran purishtirib, do'rg'an. Voy izzatini bilmagan pisi. Hey O'smar, og'zini biqib so'zajma. Elidika onaning o'zidan tushganga to'ng'izma yana. Oshxonadagi bir qancha odam oldida o'zini poylamay shilting atgan Abboq to'xta aylantirib solgan ta'tir shaplaqdan orqasiga tishli tushib ketdi. Darhol o'malab qopib, oshxonaning orqasidagi ho'yliga qochdi. O'smarxonni uning orqasidan qo'g'lab kirib ketdi. Abboq to'xtaning "Voyjon, bo'sharoq, oy bir zambil poq, qo'lini tortayman" degan ovozi og'ilib turdi. "G'ayratga", dedi qadrdon pichirlab. Abboq to'xta nimishqa meyib bolni do'rab masxir qildi? Ay, so'zlab kelsak, gap to'laqqa. G'ayrat sal ingishib shivirlashga boshladi. Er-xotin ko'k tomoq sotadigan Abboq to'xta bilan O'smarxon qizi Axtarnisa 8 yoshga, o'g'li Asad Arva 6 yoshga kirgan yili O'smarxon qassob qurbon ko'pik bilan tutilib qilib, ular ajrashib ketdi. Ikki bolasini eriga bermagan O'smarxon qurbon ko'pik bilan O'rimchida yanala tamoqchilik qildi. Nupusiz bu oqilla qizil qog'oz ilish u yoqda tursin, nikohni qilmay bir uyga kirib oldi. Uzun o'tmay, O'muloqman tilini chaynaydigan, chaynagan siri
Alg'ay ko'zlari texmi oliyib, qarshiga yo'qib ketadigan. Put-qo'llari tortishib, yig'ilib qoladigan. Og'zi burnidan to'xtamay suv oqadigan meyib bola Ismoil tug'ildi. Balaning bu siyoqidan qo'rqdimi yoki Husnarixonga qenib saskandimi? Ishqilib, meyib bola bir yoshga kirmayla qurbon ko'pik yo'qib ketdi. U Guangzhou, Xinjiangga kirib ketdimi yoki chet elga chiqib ketdimi? Hech xabar bo'lmadi. Ismoil 3 yoshga kirgan yili dadasidan, onasidan miras qolgan ikki qo'ro joyni setib, xeyli pulliq bo'lib qolgan Abaqtoqda Urumchida paydo bo'ldi. O bir kuni qizi bilan o'g'ilni ko'rgili kelib, Husnarixon bilan ermishib, charmishib ketdi. Ham bor maslahat bilan Husnarixon jannat ne'matlari oshxonasini ichib oldi. Azaldan zahar zuqimi 10 g'erish, naz xuluqi 100 g'erish Husnarixonning bir kulib, 10 xo'ylanib, yilondek to'lg'inib, sarliq kulishlardan mastum mustag'raq bo'lib ketgan Abaqtoqning ko'ziga haramdan bo'lgan meyib bolami ko'rinmadi. Husnarixon qurbon ko'pik bilan bir yostiqlik qandoq bosh qo'ygan bo'lsa, Abaqtoqti bilanmi ana shundoq e'tiborsiz, rasm qoidasiz yotqanga kirishdi. Meyib bola Ismoil 4 yoshga kirganda Zul'oy tug'ildi. Azaldilla o'xshash jinslar bilan ko'ngilni echib, o'ynab kelayotgan Abaqtoqti keyincha oshxonaga tambal, sin-sifat qonlashgan biror er kirib qoldimi? Bozuk ayollardek qosh ko'zini o'yintadigan. Shira sirtgan, choy qo'ygan bahonada u yer bu yerlarni tutib silaydigan qiliqlarni chiqarib oldi. Uning erlarga bo'lgan ishtiyoqi o'rligan siri er-xotin ikkisining o'rtasida Kozimni talashish kundashligi boshlandi. Ochiq oshkora qo'rsoq ko'pikini chiqara olmaydigan bu yo'shirin jangda Husnarixondan dardini olamagan Abaqtoqti meyib bolani yolg'iz uchratdimi? Uning meng'ishlaridan tortib, put-qo'llarining tortishib kelishlarigacha og'zi burunlarining g'alit shakllarda pörishtirib, do'rab o'chini olatdi. "G'ayratga", dedi Qadrdon past ovozda. "Chiqib ketaylik-la." "Yura mana. To'la so'zlab, kayfimni yeshilib ketdi meni." G'ayrat o'rindiq shiralarga so'qilib, oshxona zaliga chiqdi. U Husnarixonga pul topshirayotgan Qadrdonga qaramayla talaga chiqib ketdi. Tamoq tayyorlash bo'limining tamoq sunish to'shkidan marab turgan Zul'oy sirtga chiqib ketayotgan Qadrdonga anglangudek bo'sh ovoz yo'tardi. Qadrdon bu qasddan berilgan shapini sezgan bo'lsa-mu, anglamaganga soldi. U sirtga chiqqanda G'ayrat xuddi tomda o'sgan qumushdek inchga, egiz, so'yma bosh, ko'zi kichik, og'zi yo'g'on, oqseriq bir yigit bilan paranglashib turardi. "Kechikib ketding-ku." G'ayrat Qadrdonning ko'zlariga ma'no bilan qaradi. "Bir kim bilan no'lishib qolmagansa?" "Nadikine? Xo'jayin qochib qolmay." "Mana bu og'in emas", dedi G'ayrat yiliqi o'riqni ko'rsatib. "Husnarixon xo'jayinning bir talla tavarik o'g'li Asad." "Qandoq ahvolingiz?" Qadrdon qo'l uzatgach, Asad arvoh degan shukanda deganni ko'ngildan o'tkazdi. "Ismim Qadrdon, Xotandan keldim." "Yaxshi, yaxshi." Asad arvohning tishlari tomokidan qoralab ketgan edi. "Nima ovqat qilasiz?" "Saygiya." "Oy, kichikgina turiblar." "Xo'shamsa Asad." G'ayratning Asad arvoh bilan xo'shi yo'qligi chiroydan chiqib turardi. "Biz kattaq Asad. Tushdan keyin bir yoy bormoqchida." G'ayrat changda yo'lning u tarafiga o'tibla Qadrdon bilan xo'shlashdi. U Beijingdan kelgan og'aynisi bilan muhim bir ovqat to'g'risida so'zlashadiganligini aytib, oldirablik ketib qoldi. Qadrdon musofirlar mehmonxonasining hovlisiga kirib, amdilib bino oldiga kelishi. Yiliqi og'zi palokat bilet sotquchi Potamxon yiroqdan varqirab-jarqirab yetib keldi. "Tova, tova!
bu kaptar başkasını tapmak hacep tezki düştü ya. Qarmıtuq vejikkini Potamxon hasırap ketgan edi. Tushdan beri hocam, 2 qatim telefon keldi. Başlıqlar o'xshaydi. Gip xeli yo'g'an. Endi kech soat 9:30da navbatchi bo'limda telefon saqlasil bo'g'dak. Qadrdonning Oltin oshqush tarbiyalash markazidagi o'qishi 6 dan 8 gacha. Rasmiy dars o'tilib, eng muhim faoliyat 9 gacha 1 soat so'zlashish mashq olib beriladi. Shunga u darsdan tushibla taksi bilan kelsa, telefonga ulguroladiganligiga ishonib, ko'ngli oromiga tushdi. Hozir Nusrat muallim Qadrdonning orzusi bo'yicha savdo ishlariga oid dars tuzib, ayrim dars o'tib o'tadi. Buning unumi Qadrdonni to'limi xo'shal qilyapti. Shu kuni o'qishdan baldurroq qaytgan Qadrdon navbatchi bo'limida telefon saqladi. Rasululloh soat 9 dan 40 minut o'tganda telefon orqa-orqadan signal berdi. Qadrdon telefonni elishi, Obul Hasanning tonish ovozini angladi. Qadrdon dastlabda ota-onasining, ochisi Gulnur, inisi Abdurahmonlarning omon esanligini so'radi. Ondan yoshlar binosining ahvolini surishti qildi. Qadrdon, dedi Obul Hasan ullik ovozda. 280 tonna mal yo'lga chiqdi. Endiliq kash Xinjiang mehmonxonasiga tushdi. Anlatamsa? Yana haftadan keyin 200 tonna malni mangdirma. U bilasan-ku, mangdirdigan malning har bir turining tonna soni aniq bo'lsa, varqirdi Qadrdon. Chunki 2 qatimliq malga bir yo'lni to'xtam tuzaman. Kam yoki o'shiq bo'lib qolsa, to'xtam buziladi. Xotirjam bo'l. Bu tarafga men aya. Obul Hasan varqirdi. Qadrdon, Mejid Qodir degan shofirda bir parcha xat bor. Shuni o'qisang, sen qilmoqchi bo'lgan ishlarning turi ham tartibi bor. Shundaqla sening oylik maoshing va komandировка pullaring aniq yozilgan. Kamiyatlar bo'lsa, telefon orqali darsa. Qadrdon hozir o'zining kash kursida o'qiyotganligi, Xanzo tilini bilmasa, nurg'un ishlarning yurishmayla qolmay, bozildiganligi qatorliqlarni deganda, Obul Hasan Urumchida turgan kun ham o'qish rasmiyatlarining hammasiga yoshlar binosi ega bo'lib, otchot qildiganligini uqtirdi. Qadrdon shu kuni kechda birer soat Xanzo tilini so'zlashni mashq qilib uxlab qoldi. U ertasi tushgacha yana takror qildi. Ondan O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasiga kirib, go'shnondan 2 ni buyurdi. Chunki birini yotqiq elib ketib, kechda choy bilan yavasa, o'gnishga vaqt tejgili bo'ladi. Shu vaqtda bo'lg'achqa oshxonadagi shera o'rindiqlar to'shib ketgan edi. Mianjang Kozim xemirlarni g'o'lashlab tortib, ambal taxtiq urmoqda edi. Qo'rimi qo'rg'uchi Aboq to'xti qo'rimilarni qo'rib ulgurtirmayotdi. Mulozimlar u yoqdan bu yoqqa yugurishadi. Shunga Aboq to'xti Qadrdonning go'shnini Zulayga buyurdi. O'smarxonmi erlarnikidek bom ovoz bilan: "Hey, to'xtab! Ko'nglingni chashmay qil. Maquma? Ko'zing akitlarning bir yerda bo'lib kelib, qo'lingni chanab, qiymiga qo'shyapti yana." deb peshtaxta ichiga cho'kdi. Zulay xuddi shuni kutib turgandek, nadindir bir o'rindiqni tepib kelib, Qadrdonga qo'yib berdi. Va bir piyolni qayta chayqab, choy qo'yib, Qadrdonning qo'liga tutqizib qo'ydi. "Birdan o'tirg'achdasangiz, xos bilimlarni bekor bo'ladi", dedi Zulay tatliqini kulimsirab. "Go'shningizni og'zingizni qiyqog'idek mazalik sho'rpili qilib berma." Bo'ldi, uxtim. Yenimdan darhol keting. Qadrdonning ko'zi peshtaxta orqasidagi Azazul xotinni qolgan edi. "Opangiz ko'rib qolsa, sizmi, menmi tilishib qolamas?" "Opam meni var tillig'ini bilan, men amroq." "Ras amroqga. Tinigin degan qishingizda g'ayrat jangdu bo'g'ashqa, ashundoq saproy o'rnab qolgan gap." "G'ayratkom sizga nima qilgan? Opangizning og'zidan shuncha bo'lib po'q oqqili." "Bilmayman.
ishqilib ularning purchig'i pishmaydi. Hey, tez keting deyman. Opangizning qapoqlari omiddak sangilab ketdi. Zulay oshxonaning bo'lumidagi ustal ustida piyoz sanab, go'sht qiymi qilib, pat-patla Qadrdonga qiyo beqib kulib qo'yatdi. U onasiga orqasini qilib o'ltirg'ashqimi. O'snarxon qizining tatliqini, jilmiyishlari va ko'z beqishlaridan xabarsiz edi. Uzun o'tmay oshxonami selikib qoldi. Qadrdon o'rnidan turib, xos xonaga emas, oshxona zalidagi bekorlangan tomoq shirasida o'ltirdi. U shunda qilsa, Zulayning onasidan hayiqib yeniga kelolmaydiganligiga ishonardi. Bu chaqda Zulay go'shtnonni tavg'i selib dumlayotdi. To'yuqsiz kichik popka qo'ltig'iga Nusrat muallim varqirg'inicha oshxonaga kirib keldi. Gumon qilganimdek nashaydi ekansiz. Nusrat muallim Qadrdonning yenidagi o'rindiqqa o'ltirdi. Mehmonxonaliklardan so'ramaganim qolmadi. Oxir gumon bilan kelib edim. Zulay qiz, mehmonga choy qo'yib o'tamsiz? Zulayning xo'shalligi ko'zlarining nurlanib ketishidan bilindi. U kulimsirginicha Nusrat muallimga choy qo'ydi va go'shtdan bir oz dam yavasin deb qo'ydi. Aslida mehmoningiz bor ekanda? Zulay kulimsirib edi, oppoq tishlari ko'rindi. Men texi ikki go'shtlarni qandoq yeb bo'ladi deb g'am qilib ketibdiman. Qadrdon, bu qiz nimadan deydi? Nusrat muallim hayron bo'lgan edi. Men sizni keldi deb go'shtlardan ikkini buyruqqan. Nima? Muallimning ko'zlari chimchiqlab ketdi. Men hech uqolmadim-ku. Muallim o'rnidan turib ketdi. Sizning kelishingizni ko'nglim to'yib, go'shtlardan birini ortiq buyurgan. Qadrdon muallimning murisidan besib o'ltirg'izdi. Endi ketaman desangiz qandashmaydi. U tomoqni taloga tashlab o'tmanmi? Xo'sh muallim, og'zingiz gap yo'q-ku. Bunda qishdi Qadrdon. Muallim popkisidan yanchuq unalg'usini elib, tomoq shirasiga qo'ydi. Buni sizga oldim. Bu til o'rganishga intayin aql narsa. Buni menmi o'ylagan muallim, dedi Qadrdon unalg'ini silab qo'yib. Lekin men munosib savdo mazmun elingan lenta bo'lmasa. Qiziqkansiz. Qulub yasagan o'g'ri oshqish yasamam-da. Qani tanishishni quliqingizga tiqing. Muallim unalg'inin konubkisini besib qo'ydi. Qandaq? Anglandimi? Pah. Qadrdon varqirayotdi. Ajab yaxshi o'g'ir ekansiz-a? Men bu chaqqicha bundoq yaxshi o'g'irni ko'rib boqmagan. Darsni o'zingiz so'zlabsiz-a? Ikki kecha hapilishib aran oldim, dedi muallim. Birida g'oj-g'oj yo'q ovoz aralashib oladi, birida ovoz pastlab ketadi. Ikkili quloqlariga tinglashishdan dars anglayotgan Qadrdon o'zining qayerdaligini unutib, ikki qo'lini egiz ko'targanicha yana vaqirayotdi. Yason! Qulub ham oshqish yasaydigan astoydil o'g'irlar! Ularning so'zlariga yo'shirin quloq solib anglayotgan Zulay qaqoqlab kulibdi. Peshtaxta ichida mukchiyib o'tirgan O'snarixonmi og'zini tutib olgan edi. Hatto tamoq to'shish to'shigida ikki olqiniga engaklarini qo'yib qarab turgan Alloh to'xtimi qapoqlarini suzganicha xir-xir kulib o'tadi. Bu unalg'idan 100 ni men xotanga avatib bergan. Qadrdon yanchuqidan pul oldi. Qani asla. Menga til o'rgatganlarini ozda ziyon tasili bo'lmas. Bunda qilsangiz 10 ming so'm pulingizni beshingizga otamanjimi? Vaqirdi muallim. Maktabga o'qish puli to'lashdan set, menga bergan 10 ming so'm pulingiz oz pulmi?
sizning til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqingiz meni qattiq ta'sirlantirgachga mushunda qildim. Zulay to'g'ralgan ikki go'shtlarni leganga selib akeldi. Arqadan piyollarga qiziq damlangan choydan qo'yib qo'ydi. Ular ishtaha bilan yeyotganda til o'rganish uchun o'qish pulidan sirt muallimga 10 ming so'm bergan saxovatdan hayron bo'lgan O'snarxon bilan Oboqto'xti barmoqlarini tishlaganicha tangir qopli qolgan edi. Zulay bo'lsa muhabbat qushqunlari chachirab turgan ko'zlari bilan qadrdonni xom yevitdigandek qarab turardi. Ular mushundaq hayronlik ilgida turaverganmi bo'ladi. Biroq oshxonaga uzun yaktak kiygan ikki odam kirib keldi. Ularning biri 20 necha yoshlik yigit bo'lib, qarmoqqa birga kirgan oqsoqol odam uning dadistak qiladi. O'smarxon o'rnidan bas turib, ishkirga qarab baqirdi. "Mehmonga choy qo'yinglar." "Xonim, biz tomoq yeyga kirmagan. Bola sayg'iyani izlab kirgan. Anlasak, nashada tomoq yeymish." "Bola sayg'iyan?" O'smarxon atrofga qaradi. "Bu yerda bola sayg'iyan nemish qilsin?" "Xo'sh, onda nemishlar bor edi." Qadrdon o'rnidan turdi. "Bola sayg'iyan men bo'laman." O'smarxon, Oboqto'xti, Zulay, Nusrat muallimlar bola sayg'iyan qadrdonga zo'qinib qarashib qolishdi. Ular bu ota bolaning nima vajidan uni izlab kelganligiga qiziqib qolgan edi. "Xudoga shukr, har nima bo'lsa oxir topdik." Boy soqollarini sepidi. "O'g'lim bilan 2 kundan beri o'zlarini izlab chiqmagan-da, tushmagan uy qolmadi." "Qo'saqlar qandoq cho'ndada? Tomoq akasinmi?" Yo'qsa balam. Sizlarga hojatimiz tushib kelib qoldik mana." Oqsoqol qadrdan qo'yib bergan o'rindiqqa kelib o'tirdi. "Aslida bo'zoqchilik qilib, xilil atlinib qolgan edik. Ammo mushu balam, voy dada, qoqchilik bilan bir dilli beyib ketgili bo'ladi ekan desa, yezikanetdagi dehqonlarning qoq mo'naklarini yig'ib akaptimiz. Yetimning og'zi ochiq tegsa, burni qonapti deb bu yil bozorlarni quruq meva-cheva besib olibdi. Nima degan talqon to'kti bo'lib ketgan jahon bu. G'ayat qisib, bo'rdoqchiligimizni qilaversak-chi. Mana endi bo'zchi holbuki bo'lsa ko'zini chapoq bosgandek, akelgan melimizni sotamay 40 kundan beri yetib ketdi. O'rimchi bakmo ho'chilik yurtga. Mallarimiz sesib ketsa, bu ziyonni to'layamay, ro'zg'orimiz to'zib ketadi. Anlasak, dedi yosh bola. Oqsuliqlarning 400 tonna, kuchaliqlarning 180 tonna melini shundoq chiroyli pul qilib berdilar. Endi bir yurtliqning qayoshi deb bizni noumid qo'ymas deb o'zlarini izlagan. Nima yetkigan? Qanchalikda? 110 tonna gulqoq, 50 tonna qor o'rik qaqini go'mida yetkigan. Ha, ko'p emaskan-ku. Nega tushirdinglar? G'arbi diyor meva-cheva shirkatiga. G'arbi diyor meva-cheva shirkatidan boshqa Qo'mirtosh, Doxiyandagi meva-cheva shirkatlarida setib bersam bo'lamdi. Mayli xo'jam, mayli. Buvay xo'shlig'ida o'rnidan turib ketdi. Bu dardlarni qutulayli. Hayron kashlarga berib o'tayli desak, izining yerimig'ini so'ramaydi-ku. Qadrdon ota bola va muallimni boshlab chiqib ketayotganda oshxona ichi chivin usti oling'idek jimib ketgan edi. O'smarxon, Oboqto'xti, Zulaylar hazinaxo'r o'zini deb berilmaydigan hurmat tuyg'usida ularning orqasidan qarab qoldi. Bu chog'da yo'lning u tarafiga o'tib bo'lgan qadrdon hayol bo'lmay chiqirganligini aytib yotqiga kirib ketdi. Uzun o'tmayla so'mkasini qo'ltiqlab yenib chiqdi.
Nusrat muallim xo'shlashmoqchi bo'lib edi, Qadirdan ozroq ishim bor, yordam qiling deb turib oldi. Shuning bilan ular taksiga tushib, G'arbi diyor meva-chevish shirkatiga yurib ketdi. Qadirdanning kallasi chaqmoq tezligida ishlamoqda edi. Bu 110 tonna guliqoq, 50 tonna qora o'rik qiqidan iborat ozg'ini molni Qo'ng'irtoshdagi Londatuga yoki Daxiyan shirkatining xo'jayini Yang Mingsanga tanglab, bir oyoq qetiqning yuzini buzg'anga tushdiq ish yo'q edi. Uning ustiga bu chaqcha muborak didorini ko'rib boqmagan. G'arbi diyor meva-chevish shirkatining xo'jayini Jang Yongchungning to'mirini tutib beqish o'yimi uni qiziqtirib. Albatta, o'g'illiki kash yetib keladigan 280 tonna. Yana hafta ichida uningga ulashadigan 200 tonna molni Yang Mingsan Londatular bilan sodilsa ishonchlik bo'ladi. Chunki sinalmagan do'stdan sinalgan dushman a'lo degan gap bor emasmi? Qadirdanni bakmi qiziqtirayotgan narsa 50 tonna qora o'rik qiqi bo'lib, uning xaridori ko'p edi. Milliy tibobat shifoxonalari, dori zavodlari, konserva ishlash shirkatlari qanchalik bo'lsa, shunchalik oladi. Bahosimi o'ri edi. Qadirdan G'arbi diyorning cheksiz kengri ketgan to'p setish bozoriga kirib taksidan tushdi. Ondan ota bolaning guli qiqi bilan qora o'rik qiqidan avrishga elib tekshirdi. Mal haqiqatan pokiz ham sifatli. Ikkinchi darajaning birinchisiga, eng bo'lmagandimi ikkinchisiga o'tkazgili bo'ladi. Qadirdan ota bolaning baho haqidagi umid orzularini bilib bo'lgandan keyin muallimini boshlab G'arbi diyor meva-chevish shirkatining xo'jayini Jang Yongchungning ishxonasiga bordi. Muallim, sizni avora qilib, tilmashlikqa soldigan bo'ldim. Xafa bo'lmaydiganlar? dedi Qadirdan xijil bo'lgan holda. Men bu xo'jayin bilan burun aloqa qilib boqmagan. Shunga o'rgan gaplari bakmi yumshoq ham siliq bo'lsin-a? Xotirjam bo'ling. Sod-setiq ishlarini tushunib ketamsanmi? degan gaplaringizni yo'lib tarjim qilib bera olayman. Ular Jang Yongchungning ishxonasiga kirganda hayvatlik qo'ng'ir xizmat ustida so'ri bilan o'tirgan yuzi, beshi o'zini yumaloq, ko'p umri kun nuri ko'rmay ishxonada o'tkazgimi, chiroyi oppoq parqirab turgan 50 yoshlar chomisidagi dixmoqqina odamni ko'rib sal xudiqdi. Jang xo'jayin, Yang Mingsan Londatu akamlardan ko'p ta'rifingizni anglagan, dedi Qadirdan tarjimon bilan moslashgan holda. Bizning tuqqanlar 110 tonna guliqoq, 50 tonna qora o'rik akaptiki. Sizga lozimligi deb kelishim. Avval malning avrishkisini ko'rib ekan. Qadirdan so'mkidagi guliqoq va qora o'rik qiqining avrishkisini ustalga to'kkash, ustiga 10 ming degan sifir yo'g'on yozilgan qizil bo'loqni billa qo'yib qo'ydi. Jang xo'jayin qizil bo'loqqa birli qarab, chiroyi vallid echildi. Aslida Yang Mingsan Londatu akamlarning qishiga opiray degan. Qadirdan o'zining yelinmaydiganligini bildirib o'tdi. Biroq tuqqanlar malni meshaga tushirgachga oldingizga keldim. Agar ombiringizda mol ko'p bo'lib, tanglik tiqog'idek bo'lsangiz, hozirli Yang Mingsan yoki Londatu akamga telefon bersam bo'ladi. Ya. Nima dedingiz bu? Meningiz sarxilkan emasmi? Jang xo'jayin guliqoq bilan qora o'rikni qayta ko'rishga boshladi. Bo'pti. Men eqalay. Siz bilan tunji qitim muomala qilyapman. Qadirdan tarjima tugigicha bir oz to'xtadi. Undaq bo'lgandan keyin dastlabida sifatsiz molni tanlasam sat bo'la. Qadirdan bu so'zni to'liq ustulik bilan davoladi. Endi Jang xo'jayin molning sifatini birinchi darajaning 3-4dagi biriga ta'va qilishi turg'anli gapda. Qadirdan Jang xo'jayin jartda yetib bergan tolinga qaramayla yanchi qo'l soldi. Bu hol Jang xo'jayinda Qadirdanga nisbatan hurmat tuyg'usini uyg'otdi. Tolinga qarabmi qo'ymay yanchi qo'lingizni soldingizmi? Jang xo'jayin kuldi. Mana shunchalik ishonamsiz? Men ishonmagan odam bilan
Dadi muomala qilmayman. Shundaqmi? Albatta shundaq. Chunki Yangmingsan Long akamlar gapingizni qilib bergan. Qadrdon muallimini boshlab chiqib ketdi. U oladigan foydasiga qaraganda Zhang Yongchun bilan tanishib olganligidan bakmi xushal edi. Chunki bu odam meva-cheva sohasidagi monopolning qo'lliq biri bo'lib, ta'sirini to'van chog'lig'il bo'lmaydi. Qadrdon muallimini taksiga selib qo'yib, to'p setish bozoriga qaytib kirdi. Bütün ümidini bola saygiyanga bog'lagan ota bola uni taqozolik bilan saqlab turardi. "Melanlarni o'tkazib bo'ldim", dedi Qadrdon. "Akalganga tushliq foydalanaysizlar. Ammo ostidagi 2 qur tovarni bugun, ati 2 kun optob silinglar. O'g'illikka atiganda o'tkazamiz. Ambarga kirgizish vaqtida texnik namkan deb qolsa, odamni necha kun qarshilik qiladi." "Oy, bo'ladi hojam." Boy minnatdor bo'lgandan erib ketgan edi. "Bu yerda bir yurtliq yosh bolalar ko'p. Birdamda qo'shlarni optob silish beradi." Qadrdon 3-chi kuni atiganda kelib, go'liqoq bilan qori o'rikni mol yo'tkaydigan kichik mashinalarda to'shiyotganda to'p ketib qilib, ko'zgirda tortish orliqda to'xtab qoldi. Shunga u chakni elib, buxgalter bo'limidan chiqqanda kun o'ltiray deb qolgan edi. Malning asli bahosi ham kira pullarini chiqarib etib, yana 13 ming so'm foyda olgan ota bolaning xo'shalligida ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Hatto topan haqqi deb 3 ming so'm tanlagan edi. Qadrdon adab bilan rad qildi. U ular bilan xo'shashib, Xinjiang mehmonxonasiga taksi bilan yurib ketdi. Chunki bugun kech Ubul Hasan yo'lga solgan 28 mashina mol yetib keladi. U taksida ketib o'tib, to'sh yanchiqdan 40 ming so'mlik chekni elib ko'rdi-da, yana qatlab yanchiq sep qo'ydi. Jan xo'jayinga bergan 10 ming so'm ko'ngil. Qadrdon asta picharladi. 30 ming so'm ajr haqqini boshlab keldi-da. 9-bob. Qadrdon inim, qandoq ahvoling? Omon esan turamsan? Dadang Abbos Bo'jang, onang Xayrigul, ochang Gulnur va ining Abdurahmonlar sana seving'in yuragidan cho'nqur salom yo'lladi. Ularmo sening omonligingni chin ko'ngildan tilaydi. Inim Qadrdon, men sening aqlli, zirak, o'sharligingga shundaqlik qo'rqmas, dadilligingga oprin o'qitdim. Bu qatam sen o'zingni haqiqiy mohiyating bilan oshkorlading. Sening bola Sayguyan degan noming Tog'davon, Dayish cho'lla, nohiya, shaharlardan halqib Xotangga yetib keldi. Men bundan to'liq faxrlandim. Seni rasmiy Sayguyanlikka bekitish uchun yuqorgi iltimos sungan edim. Lekin tasdiq tushirmay turibdi. Ehtimol ular sening tek kichik ekanligingdan ansirsi kerak. Shundaqmi tasdiq tushirganga qadar iltimos qilishni to'xtatmaymiz. Qachonki tasdiq tushganda o'zim Urumchiga berib seni tabriklayman. Shungacha seni yoshlar binosi rahbarlik guruhidan muvaffaq Sayguyanlikka bekitdim. Xotirjam ishla. Qadrdon, xatdagi oylik maosh, har kunlik komandirovka haqqi, necha pullik yotoqda yetish, kesal davolatish chiqimlari qandoq bo'lganligi ham yarim yilda bir qatim otchut qilish qatorliqlarni ko'rgandan keyin xatning oxiriga ko'z tashladi. Qadrdon edi. Bu qatim orqa-orqadan 480 tonna guliqoq, mo'nak, quruq uzum, qor o'rib ketavatdi. Bularning kilo bahosini bozorning o'zgarish ahvoliga qarab setishing uchun to'van, o'tira, yuqori qilib 3 xil bahoni bekitib qo'ydim. Bozor kayfiyati yuqori bo'lsa, yuqori baho satasi. O'tir hol bo'lsa, o'tircha. To'van bo'lsa, to'vanchi setib, talonni menga avatib berib, pulini bankga qo'yib. Men sana pat-pat oladigan mol tizimligini avatib beraman. Chunki bizning yoshlar binosi qarmog'idagi har xil do'konlarimiz ko'p. Vaqti qaralda mol avatib bersang, do'konlar quruqlanib qoldi ekan. Qisqasi, bundan keyin men sana avatadigan quruq yal yemishning pulini menga avatmay bankga qo'yib. Xatdagi muvaffaq Sayguyan, maosh,
komandorubka puli deganlar qadrdonni xo'shal qilish emas, xuddi chevin yutib olgandek ko'ngilni xira qilib qo'ydi. Xatning o'ranidan "Sen texi bola, biz sana nemini buyursak, yugurib yurib bejarishing kerakki, bizga shart qo'ymasliging lozim" degan puroq chiqib turadi. Jabbor hojimning maoshining qancha ekanligini demayli qo'yayli. Kunlik komandorubka puli 22 so'm. 60 so'mdan töven yotoqda yetishki bo'ladi. Bonus yetib qolsa 95% ni ko'tarildi deb belgilagan edi. U bu dasan Urumchiga molga kelganda shu tuzum bo'yicha otchut qildi. Endi qadrdonning kunlik komandorubka puli 8 so'm. 15 so'mdan töven yotoqda yetish. Kesal bo'lsa 30% ni otchut qilish. Bir oylik maoshi 330 so'm. Urumchida 8 so'm bilan 3 vaqt tomoq yegili bo'ladi. 15 so'mdan töven yotoqda yetish uchun musofirlar mehmonxonasining tar, usuruq, ko'ni paypoq, qasmoq put turib turadigan, sesiqchilikdan dimog'laring yerilib ketgandek bo'ladigan bir qazimishlik yotoqda yetishing kerak. Albatta, xizmat jarayonida kasal bo'lsang 30% ko'tarmaymiz degani davolanmay o'l degan emasmi? Hozir islohot davrida kishilarning turmush saviyasi, turmush ehtiyoji o'sish bilan tovarlarning bahosini kun-sarin yuqori o'rlayotdi. Shundaq turuqliq turmushga, go'zallikka, yurish-turishga talpinayotgan bir bola uchun 330 so'm maosh yetam. Restoran oshxonasida ishlagandimi 800 so'm oladi. Endi oshtamoq, yetib qo'pish, kir qatlardan qiynalib, yaqin yurtlarda jafoliq ishlayotsa, bu ularning zodi nima qilgani? Qadrdonning qalin, to'm qoshlari mijjida yig'ilib, cho'ng ko'zlari xo'rliq bilan qisildi. Uning quloq tubida Yoqub hojimning so'zlari bir-birlab aks sado berishga boshladi. 100 dona yonchiq un olg'isidan, 22 tonna qoqdan, 80 ming so'mlik moldan qanchalik foyda olganini Xudodan boshqa bir o'zi biladi. O'ylab baq. 1000 tonna qoqda oz bo'lganda 800 ming, bo'lmasa 1 million pul qoladi. Bu pullar Obul Hasanning hisobida bo'ladi. Hergiz 200-300 so'm maaş ilayotgan xodimlarning ish haqqi o'sib qolmaydi. Sening qimmating iqtidoringda, iqtidoring qimmat yaratishda. Obul Hasan 90-95 tiyin degan ekan, eng tuvan 90 tiyinni o'lcham qilib pul atkiz. Qog'inni haqli qoldi sening bo'ladi. Dedi qadrdan xo'rliq his qilgan holda. Ishq oldidagi to'poq menga uy bo'lmaydi ekanda. Mening ko'rsatayotgan himmat ajrlarimni sizlarni ertamagan ekan. Endi mening hunarimni ko'rish. Bizda nurg'un ishlar kam aql bo'lishdan buzildi ham buzildi. Bu o'zini dona, o'zgini kalva ko'rishdek dudlikdan kelib chiqadi. Yana bir tarafi manfaat osh ko'zlikdan manli bo'lsam deyish orqali o'z jinidagi saxovatli kishilardan ayrilib qoladi. Eng bo'lmasa saxovatini oyaydigan qattiq qo'l odamlarga aylantirib qo'yadi. Qara. Balliq soddaligi bilan barliq ish bag'rini to'kayotgan bir oq ko'ngil bolaning yuziga xo'rliq yunusini chekish orqali uni nemiga aylantirib qo'ydi. Qadrdan barliq sehiy saxovatini oyimigan siri boshqalar uni manfaat sharbati to'kiladigan daraxtgan deb ig'tini vermoqchi bo'lishdi. Bu daraxt shox yupurmoqlaridan ayrilib, quruq qoqshal bo'lib qolgan taqdirdami boshqalarning nima chattig'i? Tunji qatim o'zi ishongan eng yaqin kishilardan ko'ngli qolgan qadrdan gazet qog'ozlariga ayrim-ayrim yo'galgan go'liqoq, mo'nak, quruq uzum, qor o'rik avrishkinlarini so'ngkisiga soldi. U taksiga tushib, Qo'ng'irtosh meva-chevish shirkatiga yurib ketdi. U yo'lda ketayotganda ko'ngli xomush edi. Xuddi birovlar bir kunda 3 vaqt noya, tomoq yeyishni kim qo'yib sana deyotgandek. Sen kichik bo'lgandan keyin sesiq, paskina, qasmoq deb yemay, ashu yotoqda yetiver deb masxirlik kulayotgandek qiladi. Yana kimdir biri
330 so'm maaş yetib oshidigu deyish orqali nashtlarni sanjigandek qiladi. Taksi Qo'ng'irtosh meva-cheva sherikda hovlisiga kelgandilar qadrdan ko'ngilsiz xiyollar to'g'ridan bo'shandi. U taksi ketgandan keyinmi Longdatu xo'jayinining ishxonasiga kirishga oldirmadi. U bino palampiyda o'ltirib, yanchiqidagi unalg'ining knopkasini besib qo'ydi. Qo'liqidagi tinchg'ishdan kecha anglagan quruq meva-cheva sodisi, to'xtam moddalari, bahası qatorliq savol-javob shaklidagi so'z jumlalar yana takrorlanishga boshladi. U tunigun 28 mashina kelgandan beri Hanzo tilini mashq qilish boshlangan edi. Chunki Qo'ng'irtosh meva-cheva shirkatining xo'jayini Longdatu bir eg'izni uyg'urcha gap qilishni bilmaydi. Buning uchun qadrdan o'ziga tayanmasa, to'xtam tuzish tez edi. Shunga u kecha quruq meva-cheva sodisi haqida savol-javoblar ilingan ikki lentini qayta qo'yib angladi. Mana bugun necha vaqtdan beri o'rganganlarini ishiltish fursati kelganda qiladi. Qadrdan sal ansizlik ichida ishni chekdi. Ishkirdan kiring degan ijozat berilgandan keyin ishxonaga aylanibgina kirdi. O'tganki 6000 so'm ko'ngilning sharofatimi. Ishqilib, Longdatu o'rnidan turib, qadrdan bilan qizg'in qo'l elishib, divonga taklif qildi. Bola saygiyan, malba o'xshamanda degan bilan Long xo'jayin o'rtoq tilni to'liq ro'shan oldirmay so'zlaydi. Qani, avrishkini elingchi, men ko'rib boqay. Long xo'jayinning so'zini aniq tushunadigan qadrdan xo'shalligida lekkida turib, xizmat ustiliga 4 bo'loq avrishkini qo'yish bilan tang 15 ming degan sifir yozilgan qizil bo'loqni oldiga ittirib qo'ydi. Long xo'jayin, bu qatam menim sal ko'proq dedi qadrdan gaplarni o'rgangani bo'yicha doni so'zlab. Agar sizga ko'p kelsa, yan tag'amga opasammi bo'ladi? Qandaq? 1000 ma yoki 2000 ma? Zodi necha tonna? 480 tonna. Ha. 15 ming so'm ko'ngil Long xo'jayinni xushnavo qilib etgandek qiladi. Men necha ming tonnalab ambarga mal kirgizib, necha 10 ming tonnalab ishkiri bilan to'xtamlashayotgan odam. U mening qanchalik malti? Qara, akagan avrishkilaringning sifati nima degan yaxshi? Hozir 280 tonna keldi. Yana 10 kun ichida 200 tonna yetib keladi. Ondaqda 280 tonna malni atili o'tkiz. Uning taloni ayrim bo'lsin. Qaldisi, kelgandan keyin men baho qo'yib, isbot yezib bersam bo'ladi. Qadrdan divonga yo'lib o'tirishi. Long xo'jayin 280 tonna malning qanchiligi qaq, qanchiligi mo'nak ekanligini so'radi. U bir chaqdala mallarning turi, bahosi, tonna soni yezilib, tomga besilgan isbotni sunib berishi. Qadrdan ko'zlariga ishonmayla qoldi. Chunki isbotda yezilgan salla u bilan mo'ljallangan bahodan xeyli yuqori edi. Qadrdan ertesi soat o'lla bilan 28 mashina malni Qo'ng'irtosh meva-cheva sherkatining ombiri oldida to'xtatdi. Mashinalar bir-biridan tuzgirda tortilib, tushirilgan mallar ombar ichida tekshirilib bo'g'icha kun o'ltirdi. Qadrdan mal o'tkazuvchilarning kesib bergan talonni buxgalteriya bo'limida chekka aylantirishga ulgurolmay ketib qoldi. U maktabdagi o'qishiga kechikib qolishni zodil xohlamaydi. Chunki Nusrat muallim shanba yakshanba kunlari dam olmay qadrdonning yotqida dars o'tadi. Muallim shunchalik jon ko'ydirayotgan edi. Qadrdon albatta tirishish kerakdi. Demisimi, u bugun tarjimonsiz Longdatuga maqsadini uqtira oladi. Mushuning o'zi uni. Qadrdon atsi atiganda musofirlar mehmonxonasining oshxonasida sut bilan bolkada nashta qilib, taksi bilan Qo'ng'irtosh shirkatiga ketdi. U buxgalteriya ishxonasiga kirib, qo'ldagi 280 tonna malning isbotini buxgalterga berishi.
u cho'tni uyan buyan charaqlatib 546 ming so'mga chekka isib berdi. Qadrdon chekni oldida Udul Savdo sanoat bankasiga berib, chekni 3 oy muddat bilan qo'yib etdi. Qadrdon bankadan chiqibla piyoda menib do'stlikka keldi. U xuddi birovga shalpardek qizdirib oldida paydo bo'ldigandek taraf-tarafga bo'yinlab qaraydi. U uzun lampilik bozordan o'tib, do'stlik aholilar rayoniga keldi. Bu yerda uşaq ko'chalarning to'lliqidan qaysisiga kirib, qaysisiga kirmaganligini farq etishmi tez edi. Qadrdon o'tgan kechganlardan ismi Mehribon, dadisi Kavobchi deb so'raydi. U kechidan Mehribonni tushab qolgan edi. Bu muloyim qiz oppoq uzun ko'nglik, oq ro'mol ortib, odamning teni aymangidek vayronlikda yig'lab yugurak. U Qadrdonga bir tuqqan qarindoshlarim bo'lmagandan keyin tavutning oldida men yig'lab mangusam kim mangdi degarak. Qadrdonmo aslida tavutning oldida erlar yig'lab mangsa bo'ladi. Amsi men onam deb yig'lab mangsam bo'lamdi deb so'rayotgandik. Mehribon bo'lsa Qadrdonning bag'riga tashlanib esa deb yig'layotgandik. Bilqit şirketida ovozga ilinib, Bilqit to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.